Viloyatimizda kitobxonlik haftaligi doirasida turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Toshloq tumani axborot kutubxona markazida ham ana shunday tadbirlardan biri Davlat xizmatchisi kutubxonada bir kun loyihasi tashkil etildi. Unda Toshloq tumanining mutasaddi tashkilot vakillari ishtirok etdilar. Tadbirda so'z olganlar kitobning inson kamolotidagi ahamiyatiga to'xtaldi. Shundan so'ng tuman hokimligi tomonidan kutubxona fondiga 100 dan ortiq badiiy adabiyotlar sovg'a qilindi. Ushbu loyiha davlat fuqarolik xizmatchilarining kasbiy malaka va ko'nikmalarini rivojlantirish, kitobxonlikni targ'ib qilish hamda axborot kutubxona muassasalari bilan hamkorlikni mustahkamlashni maqsad qilgan. Aynan tadbir davomida bildirilgan fikrlar yig'ilganlarda kitob dunyosiga bo'lgan ishtiyoqlarini yana bir karra oshirdi deyish mumkin. Bu madaniy ma'rifiy tadbirni tashkil etishdan asosiy maqsad davlat xizmatchisi xodimlarining mana shu kutubxonaga bo'lgan kitob bilan bo'lgan munosabatlarini ijobiy tomonga o'zgartirish, kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishlarini yanada jonlantirish. Davlat xizmatchisi albatta kitob o'qimasdan qolmaydi. Bu yerdan olgan asosiy xulosam shu bo'ldiki, birinchi o'rinda biz farzandlarimiz ta'lim-tarbiyasida kitobning muhim ekanligi, ularga eng muhim sovg'a, eng yaxshi sovg'a kitob ekanligini anglashimiz bo'ldi. Yana bir karra shu yerga tashrif buyurgan har qanaqa rahbar, xodim birinchi navbatda o'zini farzandiga va uni qo'l ostidagi yosh avlodga boshqacha nazar bilan, bugungi seminardan keyin boshqacha ko'z bilan qaraydigan xulosaga keldim. Kitob bilim, ma'rifat, axloq va tafakkur manbai. U inson tafakkurini shakllantiradi, dunyo qarashini kengaytiradi va uni komillikka yetaklaydi. Tarix davomida eng buyuk shaxslar, olim va fuzalolar hayotlarining taraqqiyoti omili sifatida kitobni e'tirof etganlar. Tadbir davomida yosh kitobxon tanlovining viloyat bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritib, respublikada 5-o'rinni egallagan Lutfullo Isroilovga hokimlik tomonidan esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar topshirildi. Men yosh kitobxonlik tanlovining viloyat bosqichida 1-o'rinni olib, respublika bosqichida qatnashib 5-o'rinni oldim. Bu tanlovga qatnashish uchun 40 ta kitobni o'qidim. Men bu kitobxonlik tanloviga qatnashib kelgandan so'ng maktabimdagi sinfdoshlarim, masalan, bir haftada bittadan kitob o'qishib turgan bo'lsa, bir haftada 2 ta, 3 ta ham kitob o'qishadigan bo'lishdi. Kutubxonamizga o'quvchilar juda ham serqatnov bo'lib qolishdi. Toshloq tumani axborot kutubxona markazida 2024-yilda 8000 dan ortiq fuqarolar a'zolikka qabul qilingan bo'lsa, joriy yilning birinchi choragining o'zidayoq 6000 dan ortiq a'zolar qabul qilindi. Shulardan 5000 dan ortig'i davlat tashkiloti xodimlari hisoblanadi. Toshloq tumanida shu loyiha asosida kutubxonaga 5212 nafar davlat xizmatchilari tashrif buyurib, ular kutubxonamizga 1270 dan ortiq eng yangi sara badiiy adabiyotlarni beg'araz sovg'a qilishdi. Bu esa kutubxonamizni kitobxonlarini o'sishiga, kitob fondining kengayishiga juda katta yordam bo'ldi. Raqamlardan bilish mumkin, kitobxonlik haftaligi doirasidagi amaliy ishlar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda.